Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Pedagogik deontologiya fanidan navbatdagi darsimizni boshladik. Biz mavzuni eng muhim tushunchalarini va asosiy qisqacha bayonini darslarimizda ko'rib chiqyapmiz. Darslarimizni kengroq va batafsilroq yoritmaslikning sababi talabalarga eng muhim jihatlarini yoritishga harakat qilamiz. Bugungi mavzuyimiz pedagogik kompetensiya va pedagogika fanlari bilan aloqadorligi mavzusi. Ushbu mavzuni yoritishda quyidagi rejalardan foydalanamiz. Pedagogik kompetensiya fanining boshqa fanlar bilan aloqadorligi. Ikkinchi, pedagogik kompetensiya fanining pedagogika fanlari bilan bog'liqligi xususida suhbatlashamiz. Esingizda bo'lsa, biz bundan oldingi darsimizda pedagogik kompetensiya, pedagogik faoliyat xususida birinchi darsimizda batafsil ma'lumot berib o'tgan edik. Kompetensiya, deontologiya va boshqa tushunchalarni ilmiy izohini aytib o'tgan edik. Bugun biz faoliyat olib boradigan va biz yuritadigan mavzu o'ta dolzarb hisoblanadi. Har bir pedagogning faoliyatini, uning ta'lim boshqaruv jarayonini tartibga soluvchi yagona fan bu pedagogika hisoblanadi. Pedagogika fanining qonuniyatlari, nazariyalari, uning kategoriyalari, ilmiy g'oyalari, metodologiyasini har bir pedagog yaxshi o'zlashtirishi, o'rganishi va amalda qo'llashi zarur hisoblanadi. Buning sababi pedagogik jarayonni, faoliyatini tashkil etishda ham muhim jarayonlarni olib chiqadi. Ayni bu jarayonni korreksion pedagogika misolida ham ko'rishimiz mumkin. Imkoniyati cheklangan bolalarni o'qitishda, tarbiyalashda, ular bilan amalga oshiriladigan pedagogik faoliyatni amalga oshirishda aynan pedagogika, korreksion pedagogika nazariya qonun qoidalarini o'rganishi muhim hisoblanadi. Pedagogika fanining tarkibiy qismi ta'lim nazariyasi va tarbiya nazariyasidan iborat bo'lib, bu ikki bog'liqlik aynan ta'lim jarayonini tashkil etishda, pedagogik faoliyatni amalga oshirishda muhim vazifani bajaradi. Aynan ta'lim nazariyasi shaxsni har tomonlama bilim, ko'nikma, malakalarini o'zlashtirishda, uning ta'lim olish faoliyatini takomillashtirsa, tarbiya nazariyasi shaxsning shaxs sifatida shakllanishida, ijtimoiy ko'nikmalarni o'rganishda yordam beradi. Pedagogika va pedagogik kompetensiya fanining o'zaro aloqadorligi bir-biri bilan bevosita bog'liqki, ushbu bog'liqlik pedagogik faoliyatini tashkil etishning mazmun mohiyatini, vazifalarini va maqsadlarini belgilashda asosiy rol vazifasini o'ynaydi. Pedagogika bir qator tarkibiy fanlar bilan o'zaro bog'liqligi, ya'ni qismlardan iborat. Pedagogik mahorat, pedagogik texnologiya, innovatsion pedagogika, boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, korreksion pedagogika, pedagogik faoliyatni tashkil etish, boshqarish, iqtisodiy pedagogika kabi bir qator fanlar bilan bog'liqligini ko'rishimiz mumkin. Aynan pedagogika fanining bo'limlari, yuqorida keltirib o'tilgan fanlar pedagogik kompetensiya bilan bevosita bog'liqdir. Ularni ayrimlarini ko'rib chiqamiz. Jumladan, pedagogik mahorat. Pedagogik mahorat pedagogning ta'lim faoliyatini amalga oshirishda, boshqaruvi, ta'lim texnologiyalaridan foydalanishi, pedagogning nutqi, madaniyati, butun faoliyatini yaxlit tizimli sifatida o'rganadi. Aynan liderlik qobiliyati pedagogning ta'lim jarayonini boshqarish, butun faoliyatni tizimli tashkil etishga amaliy jihatdan yordam beradi. Korreksion pedagogika esa imkoniyati cheklangan, jismonan, ruhan imkoniyati cheklangan bolalarni o'qitishga, tarbiyalashga, ular bilan amalga oshiriladigan pedagogik korreksion ishlarni tashkil etishning tizimli yo'lini yoritishga yordam beradi. Aynan bu pedagogika bilan bog'liqlik yuqorida keltirilgan fanlarni pedagog yaxshi o'zlashtirishi,
ushbu fanlarning qoidalarini, nazariyalarini o'rganishi zarur hisoblanadi. Pedagogik kompetensiya fanining boshqa fanlar bilan ham aloqadorligi ko'rib chiqamiz. Jumladan sotsiologiya, psixologiya, falsafa, etika, estetika, madaniyatshunoslik, fiziologiya, gigiyena va boshqa fanlar bilan aloqadorlik hisoblanadi. Ushbu fanlar bilan aloqadorligi ayniqsa etika, estetika fanlarini aytib o'tishimiz mumkin. Shaxsda etika, axloqiy qoidalarni, ko'nikmalarni o'rgatishga qaratilsa, estetika olam va borliq go'zalliklarini shaxs sifatida go'zal qoidalarga rioya etishini o'rgatishga qaratiladi. Aynan bu yuqoridagi fanlar ham pedagogik kompetensiyaning shakllanishida, pedagogning bilim, ko'nik va malaka mahoratini oshishida yordam beradi. Mavzuning asosiy g'oyasini yoritishda pedagogik kompetensiyaga alohida ta'rif beramiz. Pedagogik kompetensiya shaxsning bilim, ko'nik va malaka faoliyatining bir qismi bo'lib, pedagog faoliyatini tashkil etishning ayni bir jarayonni tartibga solishga yordam beradi. Pedagogik kompetensiya mahorat bilan ta'lim jarayonini boshqarish, ta'lim faoliyatini tashkil etish, ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, ta'lim oluvchilar shaxsini shaxs sifatida ularning faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik faoliyat hisoblanadi. Pedagogik kompetensiya bu muhim, zarur tushuncha bo'lib, aynan har bir pedagogning qobiliyatlarini oshishga, pedagogik faoliyatni tashkil etishda, o'quvchi shaxsini o'rganishda, ta'lim jarayonini mazmunli, maqsadli va aniq strategik tashkil etishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganimizda, aynan pedagogik kompetensiya barcha pedagoglar uchun muhim hisoblanib, bu pedagogning fan bo'yicha asosiy yetarli bilimlarni olishiga, ta'lim faoliyatini boshqarishga yordam beradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.